Qasas surasi Makka da nozil qilingan 88 oyatdan iborat. Qasas qissa degani. Surada Musa alayhisalomning hayot va faoliyati to'g'risida kengroq ma'lumot beriladi. Yovuzlik timsoli sifatida Fir'avn va Qorun kabi boylik va johu saltanat tufayli quturgan shaxslar haqida ibratomuz oyatlar berilgan. Qolgan oyatlarda tavhid, iymon, e'tiqod, taqvo va solih amallarga targ'ibot, kufr, shirk, ma'siyat kabi razilliklardan poklanishga qaratilgan da'vatlar talqin etiladi. Mehribon va rahimli Alloh nomi ila. Ta, sin, mim. Ushbu oyatlar aniq kitob oyatlaridir. Ey Muhammad, iymon keltiradigan qavm uchun sizga Musa va Fir'avn xabarini haqiqati bilan tilovat qilib berurmiz. Dar haqiqat, Fir'avn yerda, Misrda tug'yonga ketib, uning aholisini bo'lib tashladi. Ulardan bir toifani, Isroil avlodi qavmini xorlab, o'g'illarini so'yar, qizlarini tirik qo'yar edi. Albatta, u buzg'unchilardandir. Biz esa u yerda xorlangan kishilarga marhamat qilishni, ularni xorlikdan chiqarib namunali peshvo zotlarga aylantirishni va ularni Fir'avn mulkiga merosxo'r qilishni istaymiz. Yana ularni o'sha yerda barqaror qilib, Fir'avn va uning vaziri Xomonga hamda ikkovining lashkarlariga ular xavotirlanayotgan narsani ko'rsatib qo'yishni istaymiz. Biz Musoning onasiga vahiy qildikki, uni emasaver. Bas, agar uni o'ldirib ketishlaridan qo'rqsang, uni daryoga tashlagin va qo'rqmagin ham, qayg'urmagin ham. Zero biz uni senga qaytaruvchi va uni payg'ambarlardan qiluvchidirmiz. Bas Fir'avnning xonadon ahli uni o'sib ulg'ayganida o'zlariga dushman va tashvish bo'lishi uchun tutib oldilar. Albatta Fir'avn, Xomon va ularning lashkarlari yanglishgan edilar. Fir'avnning xotini unga: bu bola men uchun ham, sen uchun ham ko'z quvonchidir. Uni o'ldirmangiz. Shoyatki uning bizlarga nafi tegsa, yoki uni farzand qilib olsak, dedi. Vaholanki ular haqiqatni sezmas edilar. Musa onasining qalbi tashvishdan forig' bo'ldi. Agar biz Musoni o'zingga qaytarurmiz degan va'damizga ishonuvchilardan bo'lishi uchun uning ko'nglini xotirjam qilmaganimizda, albatta u o'z o'g'li ekanini fosh qilib qo'ygan bo'lar edi. Ona
Musoning opasiga uning ortidan tushgin dedi. Bas u ular sezmagan hollarida Musoni bir chetdan kuzatib turdi. Biz oldindan Musoga barcha emizuvchi ayollarni taqiqladik. U hech bir ayolni emmadi. Shunda uning opasi kelib, men sizlarga unga kafil bo'lib emasadigan va unga xolis doyalik qiladigan bir oilani ko'rsataymi dedi. Shunday qilib biz Musoning onasining ko'zlari quvonishi va g'am chekmasligi uchun hamda Allohning va'dasi haq ekanini bildirish uchun uni onasiga qaytardik. Lekin ko'pchiligi buning hikmatini bilmaydilar. Qachonki u voyaga yetib 40 yoshga to'lgach, biz unga hukm, payg'ambarlik va ilm ato etdik. Biz ezgu ish qiluvchilarni mana shunday mukofotlaymiz. Kunlardan birida Muso shaharga uning aholisi g'aflatda bo'lgan paytida kirgan edi. Unda 2 kishini urushayotgan holatda topdi. Bunisi o'z guruhidan, Isroil avlodi qavmidan va unisi dushmanidan, Qibtiylardan edi. Bas Musoning guruhidan bo'lgan kishi undan dushmaniga qarshi yordam so'radi. Shunda Muso bir musht urib, uni o'ldirib qo'ydi. So'ng pushaymon bo'lib dedi: "Bu shaytonning ishidandir. Albatta u aniq adashtiruvchi dushmandir." Keyin Allohga iltijo qilib dedi: "Ey Rabbim, dar haqiqat men o'zimga zulm qilib qo'ydim. Bas meni mag'firat et." Alloh uni mag'firat etdi. Albatta uning o'zigina mag'firatli va rahimli zotdir. U yana dedi: "Ey Rabbim, menga qilgan in'oming haqqi, endi sira jinoyatchilarga yordam qiluvchi bo'lmasman." Bas u erta tongda yana shaharda qo'rquvga tushib, biror ko'ngilsizlikka ko'z tutgan holda ketayotgan edi. Qarasa, birdan kecha undan yordam so'ragan kimsa yana uni yordamga chaqirayotibdi. Muso unga dedi: "Dar haqiqat sen aniq gumrohdirsan." Endi u ikkisiga dushman bo'lgan kimsani, Qibtiyni tutmoqchi bo'lgan edi. U: "Ey Muso, kecha bir jonni o'ldirganing kabi bugun meni ham o'ldirmoqchimisan? Sen faqat yer yuzida jabr qiluvchi bo'lmoqchisan. Sen isloh qiluvchilardan bo'lishni istamaysan" dedi. Shaharning ichkarisidan bir kishi shoshgancha kelib: "Ey Muso, savdogarlar seni o'ldirish uchun til biriktirmoqdalar. Bas sen bu shahardan chiqib ketgin. Albatta men senga nasihatgo'y kishilardandirman" dedi. Bas u qo'rquvga tushib, atrofni kuzatgan holda u yerdan chiqib dedi: "Ey Rabbim, o'zing menga bu zolimlar qavmidan najot bergin." Qachonki Madyan shahri tomonga ravona bo'lgach dedi: "Zora Rabbim meni to'g'ri yo'lga hidoyat etsin." Qachonki
Madyanning suvi qudug'iga yetib kelgach, u joyda bir to'p odamlar chorvalarini sug'orayotganlarini ko'rdi. Va ulardan beriroqda ikki ayol o'z qo'ylarini qo'riqlab turganlarini ko'rib, "Sizlarga ne bo'ldi?" dedi. Ular, "Biz to podachilar mollarini qaytarmaguncha sug'ora olmaymiz. Otamiz esa qari chol", dedilar. Shunda Musa ularga qo'ylarini sug'orib berdi. So'ngra bir chetdagi soyaga borib o'tirib dedi: "Ey Rabbim, men uchun nima yaxshilik rizq tushursang, o'shanga muhtojdirman." So'ngra ulardan ikki qizdan biri hayo bilan yurib kelib, "Otam seni bizlarga qo'ylarimizni sug'orib berganing haqini berish uchun chaqirmoqda", dedi. Bas Musa Shuaybning huzuriga kelib, unga o'z qissasini so'ylab bergach, u "Qo'rqmagin, sen zolimlar qavmidan najot topding", dedi. Qizlardan biri, "Ey ota, uni ishga yollagin, zero sen yollaydigan bu yaxshi kishi kuchli va ishonchli kishidir", dedi. Shuayb aytdi: "Menga 8 yil ishlab berishing badaliga men senga mana shu ikki qizimdan birini nikohlab bermoqchiman. Endi agar 10 yilni bitirsang, 10 yil ishlab bersang, o'zingdan marhamatdir. Men seni qiynashni istamayman. Inshaalloh mening solih kishilardan ekanimni bilursan." Musa dedi: "Mana shu sen bilan mening o'rtamizdagi bitimdir. Ikki muddatdan qay birini ado qilsam, bas menga adovat qilinmas. Alloh aytayotgan so'zimizga guvohdir." Bas qachonki Musa kelishilgan muddatni o'tab, oilasi bilan Misr tomon yo'lga tushgach, Tur tog'i tarafidan bir olovni ko'rib qoldi. U oilasiga: "Sizlar shu yerda kutib turingiz. Men bir olovni ko'rib qoldim. Shoyat sizlarga biror xabar yoki isinib olishlaringiz uchun u olovdan cho'g' olib kelsam", dedi. Bas uning oldiga yetib kelgach, u muborak joydagi vodiyning o'ng tarafidan daraxtdan unga nido qilindi: "Ey Musa, men barcha olamlarning parvardigori Allohdirman. Asoyingni yerga tashla." Bas qachonki Musa uni ilondek qimirlayotganini ko'rgach, ortiga qaramay qochdi. Unga deyildi: "Ey Musa, qayt va qo'rqma. Zero sen xavf-u xatardan omonlikdagi kishilardandirsan. Qo'lingni qo'yningga tiqqin. Biror yomonliksiz oppoq bo'lib chiqur va qanotingni, ya'ni qo'lingni qo'rqqaningda yana qo'yningga tiq. Shunda u o'z holiga qaytur." Bas shu ikkisi aso bilan qo'l Rabbing tomonidan Fir'avn va uning zodagonlariga ikki hujjatdir. Dar haqiqat ular fosiqlar qavmi edi. Musa dedi: "Ey Rabbim, men ulardan bo'lmish bir jonni o'ldirib qo'yganman. Bas
meni o'ldirishlaridan qo'rqaman. Birodarim Harun mendan ko'ra tili burroq. Bas uni ham men bilan birga meni tasdiqlaydigan yordamchi qilib yuborgin. Chunki ular meni yolg'onchi qilishlaridan qo'rqaman. Alloh aytdi: biz seni birodaring bilan quvvatlantirurmiz va ikkingiz uchun saltanat, g'alaba ato qilurmiz. Bas ular sizlarga biror ziyon yetkaza olmaslar. Bizning mo'jizalarimiz bilan sizlar ham, sizlarga ergashganlar ham g'olibdirlar. Bas Musa ularga bizning aniq mo'jizalarimizni keltirgach, ular bu sehrdan boshqa narsa emas. Bizlar bu narsani o'tgan ota-bobolarimiz zamonida bo'lganini eshitgan emasmiz, dedilar. Musa aytdi: Rabbim o'zining huzuridan kimga hidoyat keltirganini ham, oxirat diyoridagi oqibat kimga bo'lishini ham juda yaxshi biluvchidir. Albatta zolimlar oxiratda najot topmaslar. Fir'avn: ey odamlar, men sizlar uchun o'zimdan boshqa biror ilohni bilmasman. Bas ey Hamon, loyni pishirib, g'isht quyib, men uchun bir baland burj, minora bino qil. Shoyatki men uning ustiga chiqib Musoning ilohini ko'rsam, men uni yolg'onchilardan deb o'ylamoqdaman, dedi. U Fir'avn va uning lashkarlari yer yuzidan nohaq kibrlandilar va o'zlarini bizga qaytarilmaydilar deb gumon qildilar. Bas biz uni va lashkarini tutdik-da, dengizga tashladik. Bas zolimlarning oqibati qanday bo'lganini ko'ring. Ularni do'zaxga chorlaydigan peshvolar qilib qo'ydik. Qiyomat kunida ham ularga hech kim tomonidan yordam berilmas. Biz bu dunyoda ularga la'natni ergashtirdik. Qiyomat kunida ham ular qabih, baxtsiz kimsalardandirlar. Biz avvalgi avlodlarni kufrlari sababli halok qilganimizdan keyin Musoga odamlar uchun nur, hidoyat va rahmat bo'lgan kitob Tavrotni ato etdik. Shoyat ular uni o'qib, ilohiy o'gitlardan eslatma olsalar. Ey Muhammad, biz Musoga ishni, gaplashish va najotni hukm qilgan paytda siz Tur tog'ining g'arb tomonida biz bilan Muso va'dalashgan joyda bo'lmagansiz va guvohlardan ham emas edingiz. Lekin biz Musodan so'ng ko'p avlodlarni paydo qildik. Bas ularga umr zamon cho'zilib ketdi. Siz Madyan ahli orasida turuvchi ham, ularga oyatlarimizni tilovat qiluvchi ham bo'lmagansiz. Lekin biz sizni payg'ambar qilib yuboruvchi bo'ldik. Biz Musoga nido qilgan paytda siz Turning yonida bo'lmagansiz.
lekin Rabbingiz tomonidan rahmat sifatida sizdan ilgari biror ogohlantiruvchi kelmagan bir qavmni ogohlantirishingiz uchun payg'ambar qilindingiz. Shoyat ular eslatma olsalar. Bordi-yu, ularga o'z qilmishlari sababli biror musibat yetganida, Parvardigoro, bizlarga payg'ambar yuborganingda edi, sening oyatlaringga ergashar va iymon keltiruvchilardan bo'lur edik deyishmaganda, biz sizni ularga payg'ambar qilib yubormas edik. Bas qachonki ularga bizning huzurimizdan barhaq payg'ambar kelgach esa, ular unga, ya'ni Muhammadga ham xuddi Musoga berilgan narsa mo'jiza berilganida edi, bizlar unga ergashgan bo'lardik dedilar. Axir ular ilgari Musoga berilgan narsa mo'jizani ham inkor qilmaganmidilar? Ular Tavrot va Qur'on bir-birini qo'llab-quvvatlaydigan ikki sehrdir dedilar. Va bizlar bu ikki kitobning har biriga kofirdirmiz dedilar. Ayting, agar rostgo'y bo'lsangiz, Alloh huzuridan u ikki kitobdan ko'ra to'g'riroq bo'lgan biror kitob keltiringiz, men unga ergashayin. Bas agar ular sizga javob bera olmasalar, bilingki, ular faqat havoyi nafslarigagina ergashurlar. Alloh tomonidan hidoyat qilinmagan holda o'z havoyi nafsiga ergashgan kimsadan ko'ra kim ham adashganroqdir? Albatta, Alloh shirk ahlidan iborat zolimlar qavmini hidoyat etmas. Eslatma olsinlar deb ularga so'zni, Qur'on oyatlarini yetkazib turdik. Biz Qur'ondan ilgari kitob, Tavrot, Injil bergan zotlar, Yahudi va Nasroniylar unga, Qur'onga iymon keltirurlar. Qachonki ularga Qur'on tilovat qilinsa, bizlar unga iymon keltirdik. Albatta, u Rabbimiz tomonidan kelgan haqiqatdir. Bizlar Qur'on nozil bo'lishidan ilgari ham musulmon edik derlar. Ana o'sha zotlarga iymon yo'lida sabr qilganlari sababli mukofotlari 2 barobar ato etilur. Ular yomonlikni, ya'ni kofirlarning ozorlarini yaxshilik, sabr bilan daf qilurlar va biz ularga rizq qilib bergan narsalardan ehson qilurlar. Qachonki behuda gapni eshitsalar, undan yuz o'girurlar va bizlarning amallarimiz o'zimiz uchun, sizlarning amallaringiz o'zlaringiz uchundir. Omon bo'lingiz, bizlar nodon kimsalarni istamaymiz derlar. Ey Muhammad, siz o'zingiz suygan kishilarni hidoyat qila olmaysiz. Lekin Alloh o'zi xohlagan kishilarni hidoyat qilur. U hidoyat topuvchilarni yaxshi biluvchidir. Ular Quraysh kofirlari: "Ey Muhammad, agar bizlar sen bilan birga to'g'ri yo'lga ergashsak, yerimizni oldirib qo'yamiz" dedilar. Axir biz ularga
osoyishta haramni maqom qilib bermadikmi? Barcha narsaning hosillari bizning dargohimizdan rizq bo'lgan holda o'sha joyga yig'iladi-ku. Lekin ularning aksariyati buni bilmaslar. Biz qanchadan qancha maishati haddan oshgan yurtlarni, ya'ni aholisini halok qildik. Bas maskanlarida ulardan keyin kamdan kam istiqomat qilindi. Ularning mulku diyorlariga biz voris bo'ldik. Rabbingiz barcha yurtlarning markazlariga oyatlarimizni ularga tilovat qiladigan payg'ambar yubormagunicha u yurtlarni halok qiluvchi bo'lmadik. Biz yurtlarni faqat ularning aholisi zolim, kofir bo'lgandagina halok qiluvchi bo'ldik. Sizlarga nima berilgan bo'lsa, faqat dunyo hayotining mato va ziynatlaridir. Alloh huzuridagi mukofot esa yaxshiroq va boqiyroqdir. Axir aql yurgizmaysizmi? Axir biz go'zal va'da, jannatni va'da qilgan va unga erishgan kishi biz dunyo hayoti matosidan ozgina foydalantirgan, so'ngra qiyomat kunida mangu azobga hozir qilinuvchi kimsa kabi bo'lurmi? Eslang, Alloh qiyomat kuni ularga nido qilur. Sizlar bor deb e'tiqod qilib yurgan sheriklarim qani? Ustilaridan azob haqidagi lafz muqarrar bo'lgan kimsalar, ey Rabbimiz, ana u bizlar yo'ldan ozdirgan kimsalarni ham xuddi o'zimiz ozgan kabi yo'ldan ozdirgandik. Bizlar senga aybdor emas, begunohdirmiz. Ular bizga ibodat qiluvchi bo'lmaganlar derlar. Ularga shirklaringizni yordamga chorlangiz deyilur. Ularga iltijo qilganlarida ular javob qilmaslar va ular azobni ko'rganlarida koshki edi dunyoda hidoyat topgan bo'lsak derlar. Alloh ularga nido qilib, payg'ambarlarimga ne javob qilgan edingiz deydigan kunda, o'sha kunda ularga xabarlar birorta bahona va sabab ko'rinmay qolur, bas bir-birlaridan ham so'ray olmaslar. Bas kim shu dunyoda tavba qilib, iymon keltirib, solih amallar qilgan bo'lsa, shoyatki u najot topuvchilardan bo'lsa. Rabbingiz o'zi xohlagan narsani yaratur va xohlagan ishni ixtiyor qilur. Ularda bandalarida ixtiyor yo'qdir. Alloh ularning keltirayotgan shirklaridan pok va yuksakdir. Rabbingiz ularning dillari yashirgan narsalarini, sirlarini ham, oshkor qilgan narsalarini, so'zlarini ham bilur. U Allohdir. Undan o'zga iloh yo'qdir. Avval u oxirda hamd faqat unga xosdir. Hukm ham unikidir va qiyomat kuni ungagina qaytarilursiz. Ey Muhammad,
ularga ayting, xabar beringizchi, agar Alloh kechani qiyomat kunigacha ustingizda mangu qilib qo'ysa, Allohdan o'zga qaysi iloh sizlarga biror yorug'lik keltira olur? Axir eshitmaysizmi? Ayting, xabar beringizchi, agar Alloh kunduzni qiyomat kunigacha ustingizda mangu qilib qo'ysa, Allohdan o'zga qaysi iloh sizlarga taskin topadigan kechani keltira olur? Axir ko'rmaysizlarmi? Allohning sizlar uchun kecha va kunduzni unda, ya'ni kechada orom olishingiz, kunduzi esa uning fazli rizqidan istashingiz va shukr qilishingiz uchun paydo qilib qo'ygani uning rahmatidandir. Eslang, Alloh qiyomat kunida ularga nido qilib, sizlar bor deb gumon qilib yurgan sheriklarim qani der. Biz u kunda har bir ummatdan bir guvohni, payg'ambarni chiqarib, keltirgan shirklaringizga hujjatlaringizni keltiringizchi deymiz. Bas ular haqiqat Alloh tomonda ekanini biladilar va o'zlari to'qib olganlari esa ulardan g'oyib bo'lur. Albatta Qorun Muso qavmidan edi. Bas u qavmlarga kibr qildi. Biz xazinalardan unga kalitlari baquvvat jamoatga ham og'irlik qiladigan narsalarni ato etgan edik. O'shanda qavmi unga mag'rurlanmagin, chunki Alloh mag'rurlanuvchilarni suymas. Alloh senga ato etgan narsa bilan oxiratni istagin va dunyodan bo'lgan nasibangni ham unutmagin. Alloh senga ihson qilgani kabi sen ham odamlarga ihson qil. Yerda buzg'unchilik qilishni istama, chunki Alloh buzg'unchilarni suymas dedilar. Men unga faqat o'zimdagi bilim sababligina erishdim dedi. Axir u o'zidan avval Alloh undan ko'ra quvvatliroq va zaxirasi ham ko'proq qanchadan qancha avlodlarni halok qilganini bilmaganmi? Jinoyatchilardan gunohlari haqida so'rab o'tirilmas. So'ngra Qorun qavmi oldiga yasanib chiqqan edi. Dunyo hayotini istaydigan kimsalar, qani edi, bizlarda ham Qorunga ato etilgan narsa boylik bo'lsa, dar haqiqat u ulkan nasiba egasidir dedilar. Ilm ato etilgan kishilar, ruhoniylar esa o'lim kelsin sizlarga. Iymon keltirgan va ezgu ish qilgan kishi uchun Allohning savobi yaxshiroq-ku. U savobga faqat sabrli kishilargina erishurlar dedilar. Bas biz uni ham, boylik to'la maskanini ham yerga yuttirdik.
so'ngra uning uchun Allohdan o'zga yordam beradigan biror jamoa bo'lmadi va uning o'zi ham g'oliblardan bo'lmadi. Kuni kecha uning maqomini orzu qilganlar vo ajab, Alloh bandalaridan o'zi xohlagan kishilarning rizqini keng qilib, o'zi xohlaganlarning rizqini tang qilar ekanda. Agar Alloh bizlarga marhamat qilmaganida bizlarni ham yerga yuttirgan bo'lar edi. Vo ajabo, kofirlar najot topmas ekanda deb qoldilar. Biz o'sha sizlarga ma'lum oxirat diyorini yer yuzida zulm va buzg'unchilik qilishni istamaydigan kishilar uchun yaratamiz. Oqibat esa taqvoli kishilarnikidir. Kim savobli amal bilan kelsa, bas uning uchun undan yaxshiroq mukofot bo'lur. Kim gunoh bilan kelsa, bas gunohlarni qilgan kimsalar faqat o'zlari qilgan qilmishlari barobaridagina jazolanurlar. Ey Muhammad, albatta sizga ushbu Qur'onni farz qilgan zot shak shubhasiz sizni qaytish joyiga Makkaga qaytaruvchidir. Mushriklarga ayting, Rabbim hidoyat bilan kelgan kishilarni ham, aniq zalolatdagi kimsalarni ham yaxshi biluvchidir. Siz o'zingizga kitob, Qur'on tushirilishidan umidvor ham emasdingiz. Faqat Rabbingiz tomonidan rahmat sifatida u nozil qilindi. Bas kofirlarga sira dinlarini yoqlab himoyachi bo'lmang. Sizga Allohning oyatlari nozil qilinganidan so'ng zinhor ular sizga to'sqinlik qilmasin. Siz odamlarni Rabbingizga iymon keltirib, solih amallarni qilishga chorlang va sira mushriklardan bo'lmang. Allohga qo'shib boshqa ilohga iltijo qilmang. Undan o'zga iloh yo'qdir. Uning yuzidan boshqa barcha narsa halok bo'luvchidir. Hukm unikidir va barchangiz uning huzurigagina qaytarilursiz.